Где-то 11 yil oldin bu pudra meni eng sevimli pudram bo'lgan, chunki 11 yil oldin meni yuzim juda ham yog'li bo'lgan va 11 yil oldin Airspun pudrasini ishlatganman. Va real o'sha paytda meni yuzimga zo'r tushgan pudra shu edi va men make-up kurslarimda o'qiganimda mana shu pudrani juda ham ko'plab make-up artistlar va juda ham ko'p vizajistlar mijozlariga ishlatardi. Lekin 11 yil o'tgandan so'ng esa vizajistlar boy edi, nima deydi, men ham katta bo'ldim va orada bu pudrani unutib, mana bu pudra magazinimga kelib qoldi. Va boshida rosa qiziqdim va effektini ko'rganimda men hayron bo'ldim. Chunki bu rostdan ham Airspundan zo'r edi. Chunki stoiks jihatdan ham, yuzda yumshoq turishi jihatdan ham, boshqa tomondan ham. Lekin bu degani Airspun pudrasi yomon degani emas. Prosta odam vaqt o'tgandan keyin